Qiyin g'alaba, lekin juda ham muhim g'alaba. Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya terma jamoasi jahon chempioni bo'ladi. Do'stlarim, yaqin 5-6 daqiqalar ichida ekran qarshisidan aslo uzoqlashmang, chunki futbol olamidagi eng so'nggi voqealar haqida gaplashishning ayni vaqtidir. Va albatta, umid qilamanki, ushbu dasturimizga bizlar uchun tekin bo'lgan 1000 tadan ortiqroq layklarni ham to'play olamiz. Do'stlarim, kecha tunda Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasining birinchi tur doirasida Madridning Real klubi o'z uyida Marsel klubini qabul qildi va 2-1 hisobidagi kichik va unchalik ham ishonchli bo'lmagan hisobda g'alaba qozondi. Kutilmaganda Madridning Real klubi 22-daqiqada gol o'tkazib yuborgan bo'lsa, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan, ya'ni 29-daqiqada Rodrigo penalti ishladi va ushbu penaltini Kylian Mbappe maromiga yetkazib amalga oshirdi. Keyin esa 81-daqiqada yana penalti va ushbu penaltini ham Kylian golga aylantirib Qirollik klubiga 3 ochko taqdim etdi. Do'stlarim, ko'rib turganingizdek, ushbu videorolikda ushbu bahsda bo'lib o'tgan har bitta holatlar aniq va tiniq keltirilmagan, ya'ni video kadrlarda demoqchiman, chunki YouTube saytida mualliflik huquqi degan narsa bor va hozircha ming afsuski mana shunday sifatsiz video kadrlar bilan ishlashga majburmiz. Umid qilamanki, bunday holatlarni tushungaysiz va to'g'ri qabul qilgaysiz. Do'stlarim, Real Madrid klubi unchalik ham ishonchli bo'lgan hisobda g'alaba qozona olmadi. Bunday holatlarga esa menimcha Madrid klubi tomonidan biz o'rganib qolganmiz. Ya'ni ular Yevropa Chempionlar Ligasini unchalik ham ishonchli tarzda boshlamaydilar har mavsumda ham. Va qolaversa, Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasining yangi formati Qirollik klubi uchun noqulay ham. Ochig'ini aytaman do'stlarim, men o'tgan mavsumda guruhdan yoki Real Madrid yoki Paris Saint-Germain yoki Manchester City lardan biri chiqa olmaydi deya taxmin qilgandim. Chunki so'nggi turga kelib ushbu jamoalarning holati haqiqatan ham qiyin edi. Lekin yakunda bu jamoalarning har uchalasi ham guruh bosqichidan o'ta olishgandi va hattoki Paris Saint-Germain chempionlik shohsupasiga ham chiqa olgandi. Manchester City va Real Madrid esa bir-birlariga to'qnash kelishgandi. Demoqchi bo'lgan narsam do'stlarim, Qirollik klubining Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasining boshlanish davridagi ishonchsiz o'yinlariga unchalik ham e'tibor qaratish kerak emas. Chunki ushbu jamoa musobaqani qanchalar yomon boshlamasin, yakunda har doim guruh bosqichidan chiqa olgan. Va Real Madrid klubi bunday sharafga erishgan dunyodagi yagona klub. Lekin shu o'rinda do'stlarim, Qirollik klubining bir jihati doim xavotirga solib kelmoqda, ayniqsa ushbu mavsumda, ya'ni Real Madrid klubi himoyachilarining har bitta o'yinda qizil kartochka olaverishlari. Ispaniya chempionatining 4-turida Real Sociedad klubiga qarshi bahsning 32-daqiqada Dean Hazard qizil kartochka olgandi va jamoani qiyin ahvolga solib qo'ygandi. Ushbu bahsda ham Dani Carvajal 72-daqiqada qizil kartochka olib maydonni tark etyapti. Menga ishonavering do'stlarim, muhim o'yinlarda bunday xislat juda ham qimmatga tushishi mumkin. Albatta tushunaman, qizil kartochkaga qaramasdan Real Madrid klubi g'alabani qo'lga kiritib ketmoqda, lekin muhim bahslarda va kuchli raqiblarga qarshi, masalan Barselona, Paris Saint-Germain, Bavariya, Arsenal, Chelsea, Liverpool bunday jamoalarga qarshi bir kishi kam bo'lib harakat qilish bu jamoa uchun qimmatga tushadi. Nima ham deylik do'stlarim, kechagi qiyin g'alaba bilan Real Madrid klubi muxlislarini tabriklab qolamiz va ushbu bahsda dubl qayd etgan Kylian Mbappening personal muxlislarini ham tabriklab qolamiz. Videoroligimizga mana shu yerda yakun yasasak ham bo'laverardi, lekin dasturimizga biroz bezak berishga qaror qildik. Chunki oxirgi vaqtlarda do'stlarim, butun futbol olami 2026-yilgi jahon chempionati Cristiano Ronaldo uchun eng so'nggisi bo'lishini va Portugaliya terma jamoasining ushbu musobaqada chempion bo'lishini ko'p gapirishmoqda. Do'stlarim, shaxsan men ham Cristiano Ronaldoni chempion bo'lishini juda ham xohlayman va
u bunga haqli, chunki ertakning yakuni mana shu tarzda yakunlansa juda ham chiroyli bo'lgan bo'lardi. Va qolaversa Portugaliya terma jamoasining hozirgi tarkibiga e'tibor bering. Hattoki ularning ikkinchi tarkibi ham shunchaki dahshatli. Va aynan shu sababli ko'plab futbol ekspertlari Portugaliya terma jamoasini jahon chempioni bo'lish uchun asosiy da'vogar deya hisoblashmoqda. Va Cristiano Ronaldoning sovrinlarining qatorida ham aynan mana shu sovrin yetishmayapti. Chunki uning qo'lga kiritgan sovrinlariga e'tibor bering. U deyarli barcha sovrinlarni qo'lga kiritib bo'lgan. Chempionlar ligasi deysizmi? Ispaniya chempionligi, Italiya chempionligi, Angliya chempionligi, Yevropa chempionati chempionligi, barcha sovrinlarni. Unga yetishmayotgan narsa aynan jahon chempioni. Albatta Saudiya Arabistoni mamlakati chempionligi ham bor bu yoqda, lekin ularni har yili qo'lga kiritish imkoniyati mavjud. Lekin jahon chempionati bu 4 yilda bir o'tkaziladigan musobaqa va 2026-yilgi jahon chempionati katta ehtimol bilan Cristiano Ronaldo uchun eng so'nggisi bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlarim? Sizningcha Ronaldo Portugaliya terma jamoasi bilan ushbu mundialda g'alaba qozona oladimi yoki boshqa gigant jamoalar bunga yo'l qo'ymaydimi? Masalan, Fransiya, Angliya, Ispaniya va hokazo jamoalar. Bu haqidagi fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Va do'stlarim, sizlar bilan xayrlashishdan oldin bir e'lon berib o'tmoqchiman. Agar siz Sugarush, Shot Bonanza, shunga o'xshash onlayn o'yinlar ishqibozi bo'lsangiz, u holda bizning ikkinchi YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki biz do'stlarim jonli efir vaqtida ba'zida mana shu o'yinlarni o'ynaymiz va sizlar bilan suhbat o'tkazamiz. Agar omadimiz kelib katta pul yutug'iga ega bo'ladigan bo'lsak, obunachilarimiz o'rtasida ham pul mukofotlari ulashib turamiz. Ikkinchi YouTube kanalimizga obuna bo'lish manzili ushbu videorolikning kommentariyasida sizni kutadi. Yoki ekraningizda ko'rib turgan kichikroq kvadrat ichidagi videoga bossangiz ham ikkinchi kanalimizga o'tib ketasiz. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.